Katta toshni olamiz, oltini liniyamizga qo'yamiz. Liniyamiz oltini nariyoqqa olib boradi. Olib borgandan keyin mayda-mayda qilib metr so'ylaydi. Metr so'ylab bo'lgandan keyin undan keyin yirik toshlarni olib liniyamizga qo'ysak, do'stlar, mana bunaqa qilib turib maydalab yaxshi qilib beradi. Xohlasangiz qo'ylar, xohlasangiz qurug'i bor. Eng qizig'i bu narsa nimaga ishlayotsalar, hozir sizlarga ko'rsataman. Beton plita narxlarini sindiramiz do'stlar. Mana ursangiz ham sinmaydigandan bo'ladi. Bu nima desalar, beton plitani optim birinchi qo'l ishlab chiqarish zavodiga yetib keldi. Narxlariga keladigan bo'lsa 200 ming so'm kvadrati. Bu narxlarni ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, uyingizgacha mutlaqo bepul. Ya'ni bir dona olsangiz ham, 1000 ta olsangiz ham, sizdaningiz bormi, uyingiz bormi, mutlaqo bepul qilib beramiz deyapti. Kvadrat metri bemalol 8 kilogacha bo'lgan yukni ko'tarar ekan. Eng qizig'i 9 balli zilzilaga bemalol bardoshli bo'lar ekan. Razmerlariga keladigan bo'lsa, eni 1.20 bo'ladi, uzunasi 2 ga 7.10 gacha bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ladi dastavka, kelishilgan holatda vodiy bo'ladi. Aytganimda, dastavka ustanovka mutlaqo bepul. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz Murod betonda turib, Farg'ona viloyati Satka Kuruydi oldida bo'ladi. Zakaz berish chaqaringiz nomerlarini pastda qoldirdik.